Har bir taklif bir orzu. Lekin mashhur inson uchun bu orzular qanday yuk bo'ladi? Nilufar Usmonova birinchi marta bu haqda ochiq aytdi. Bu bir insonning hayotidagi eng shaxsiy haqiqatlardan biri. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Sizlar bilan Xabar Bum. Bugun biz sizni bir necha kundan buyon ijtimoiy tarmoqlar va ovida muhokama bo'layotgan, ko'pchilikning diqqatini tortayotgan mavzuga hech kim yopmab turibdi. U tanilgan o'zbek xonandasi Nilufar Usmonova haqida. Bugungi kunda Nilufar Usmonova turmush qurish bo'yicha takliflar majmuasi bilan to'qnashdi. Xonanda aytishicha, u turli xil takliflar oladi. Ba'zilari rasman turmush qurishni taklif etadi, bahs va muhokamalarga sabab bo'lgan ajrashgani haqida eslatadi. Boshqalari esa hatto rasman nikohsiz birga yashashni ham taklif qilishadi. Shunday takliflar kelganida u qanday munosabat bildiradi? Nilufar Usmonova bu vaziyatda insonning e'tibori, mehri va muhabbatini qadrlashga harakat qilganini ta'kidladi. Men rahmat aytaman, men qabul qilaman, deydi u. Chunki insonning e'tibori va muhabbati qadrsiz emas, deb qo'shimcha qilgan. U aytib o'tganidek, takliflar turlicha bo'ladi. Ba'zilari uning ajrashganini eslab, endi siz bo'shsiz, endi biz bilan turmush quring, deb yozadi. Boshqalari esa nikohsiz yashaylik kabi takliflar bilan chiqadi. Ammo xonanda shunday holatlarda ham o'z hayotidan mamnun ekanligini ochiq ta'kidlaydi. Nilufar Usmonovaning aytgan so'zlaridan yana biri juda e'tiborli. Men hayotimda juda baxtliman, deb u o'z ruhiy holatini tasdiqladi. U o'z qarorlariga sodiq qoladi, deydi. Hatto u yaqinlari uchun doimo duo qiladi. Allohim, hayotimdagi insonlarga bevaqt o'lim berma, ular umrlarini uzaytirib ber, deb duo qiladi ekan. Bu ko'pchilik muxlislar uchun ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvga sabab bo'lgan so'zlardan biri. Chunki ko'p odamning orzu qilgani tanlangan insoni bilan birga hayot qurish va bu orzu bilan odamlar u bilan hatto yashashni ham yozib qoladi. Nilufar Usmonova buning barchasiga javob berar ekan, u nafaqat muxlislarini, balki o'zi va bolalari, oilasi uchun ham mas'uliyat his qiladi. U hatto o'zi uchun eng qimmatli narsa yaqinlari bilan vaqt o'tkazishda, ular bilan orasidagi sevgi va e'tiborda deb hisoblaydi. Shuningdek, u omma orasida Yulduz Usmonovaning qizi sifatida tanilishi nima ma'no ifodalaydi deb savolga ham javob berdi. U o'zining mashhur onasi Yulduz Usmonova bilan bog'liq faqat obro'ni hurmat qilish kerakligi haqida so'zladi. Onasi u haqida gohida shunday degan: "Mening obro'yim bilan tanilgan bo'lsang, agar manmanlik qilsang, men seni o'z joyingda ko'rsataman", deb u so'zlarni eslaganini aytgan. Shu o'rinda yana bir jihatga e'tibor qaratish kerak. Nilufar Usmonova kabi omma e'tiboridagi insonlar uchun oddiy ko'rinadigan takliflar ham ba'zida katta bosimga aylanishi mumkin. Chunki mashhur insonning har bir so'zi, har bir javobi, hatto jimligi ham muhokama qilinadi. Ba'zi muxlislar buni samimiy his-tuyg'u sifatida qabul qilsa, boshqalari esa nega rad qildi, nega rozi bo'ldi kabi savollar bilan uni yana kun tartibiga olib chiqadi. Nilufar Usmonova esa bu masalada keskin yoki tajovuzkor munosabat bildirish o'rniga, aksincha, vaziyatga sokinlik bilan yondashayotganini ko'rsatmoqda. U insoniy hurmatni birinchi o'ringa qo'yadi. Taklif bildirgan odamning niyati qanday bo'lishidan qat'iy nazar, e'tiborni qadrlash kerakligini aytadi. Bu esa uning hayotiy tajribasi va ruhiy pishiqligini ko'rsatadi. Shuningdek, uning "men hayotimdan mamnunman" degan gaplari shuni anglatadiki, baxt faqat turmush qurish bilan o'lchanmaydi. Baxt insonning ichki xotirjamligi, farzandlari, yaqinlari va o'z qadriyatlariga sodiq qolishidadir. Natijada ushbu mavzuda tarqalayotgan har bir gap-so'zlar, takliflar va reaksiyalar bizga o'zgacha bir qiyofa, Nilufar Usmonovaning ichki dunyosi va uning hayot afzalliklari haqida ko'proq ma'lumot beryapti. U sevgi, mehr, e'tiborni qadrlaydi, baxtni yaqinlar bilan vaqt o'tkazishda ko'radi va hayotning haqiqiy qadrini anglaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Nilufar Usmonova yana turmush qurishi kerak deb hisoblaysizmi? Fikringizni izohlarda qoldiring. Bizni kuzatishni unutmang. Xabar Bum bilan qoling.